yine aydırım bilen ayrıpla işki nesler. Birinci bölüm şu yerdə bolsun mening onun. Ve ikinci bölümde Xitay Rusya münasebeti dünyaya bulduğun təsiri. Endi bunundan atlap ötüp ketemeyimiz. Hazır bu dünyanın bir kızıq noktası olğan ekan. Xi Jinping Rusya'ni ziyaret kılganda Putin bilen birleşme bayanat ilan kıldı. Bu bayanatdan Xitay bilen Rusya birleşme sep kurganlıqını biləlaymiz. Bu bayanat iki devlet bir kadar qarallarda bir-birini qollab özara maslaşıp iqtisadi, soda, energiya, pan-texnika, medeniyet qatarlıq cihetlerde zik hamkarlıq münasebetini şekillendiripla kalmay, yana qızıq nokta rayon, yerşar meselesi ve xalqara münasebet qatarlıq geosiyasetke çitilgan işlarda meydanını maslaştırıp ortak söz kıldığanlıqını etdi. Onundan başka biyologiyalik kurallarını mən'i qilish, yadro kurallarını kengaytmez, Amerika'nın başkurduğu bombasına karşı sistemini orunlaştırış, sünni ahli iktidar, klimat özgürüş, Şimali Atlantik Ahdi Teşkilatı'nın kengayişi, Japonya'nın yadro paskına sularını koyup beriş, Çavuşan'ın başkurduğu bombini koyup beriş, hatta Afrika'nın meselesi qatarlıqlarda ortak kelgenligini etdi. Amerika'nın ismini atab 8 qitim ayıpladı. Bu Xitay diplomatisiyada nayiti çoğun bir buruluş bulganlıqını, yana Amerika bilan qarışlışıp iş qıldığanlıqını direk berdi. Lekin Amerika bilan qarışlışda Xitayning kuchi yeterlik emas. Yardımcı kuchga muhtaç. Amerika'nın universal kuchi Xitaydan köp üstün. Texi onun arqasida G'arb lageri var. Xitaymi bir do'stlar chemberdagi tashkilot kerak. Shuning uchun Xitaymi köp taraflimilik, xalqaro munosabatni demokratiyalashtirish, yarasharlashish qatorliq bayroqlarni chiqarib Xitay yetakchilik qilaoladigan Shanxay hamkorlik tashkiloti, BRICS devletleri, BRICS degan Braziliya, Rusya, Hindistan, Xitay ve Janubiy Afrika hamda Sharqiy Janubiy Osiyo devletleri ittifoqi, Paris qo'ltiq Arab ellari qatorliq Xitay bilan zich munosabatlik devletlardagi tashkilotlarni sahna qilib bir xil yeni yershar bexatarlik tartibini barpo qilishga urinmoqda. Bularning ichida Xitoyga eng yaxshi yordamchisi bo'lsa Rossiya. Rossiya bilan Ukraina urush tufaylidan Moskva G'arb bilan umumiy qarshi vaziyatga ketib qoldi. Shundaqla Xitoyning yordami va qo'llashiga jiddiy ehtiyoj bo'lib qoldi. Jumladan iqtisodiy jihatda Xitoyga texmo tayinlangan bo'lib qoldi. Bunun bilan Beijingning Xitoyning qo'ygan talabiga texmo moslashishga mumkin va majbur bo'ladi. Xitoy bilan Amerikaning qarshi hamda Rossiya bilan G'arbning qarshi bo'lsa qurilma xarakterlik ikki tarafning qarshi doirasi va kuchi so'q urush davridan ishib ketadi. Benim bildiğim soğuk urushning ishib ketadi. Balkim uzun muddat davomlashi mumkin. Amerika az deganda kelgusi 10 yilda Xitoy bilan raqobat mazgili ekanligini aniq jakarladi. Rossiya bilan Ukraina urushi Yevropada Rossiyaga bo'lgan aloqada paydo bo'ldi. Bu Rossiyani G'arbning qarshi tarafiga qo'yib qo'ydi. G'arbning Ukrainaga bergan qurol yordami va Rossiyaga bo'lgan jazosi Rossiyaning G'arbga bo'libmi Amerikaga bo'lgan ishonchisini uzil-kesil yo'qotdi. Buningdan keyin Putin huquq tutmasmi Moskvaning G'arbga qaytadan ishonishi tas. G'arbning Rossiyaga qaytadan ishonishi osonga to'xtamaydi. Shundaq deyishga bo'ladiki, kelgusida Xitoy Rossiya
Amerika G'arb bu ikki tarafning qorilishishi yanimi kuchaydi. Xitoy bilan Rossiya yolg'iz birki Amerika va G'arb bilan keskin raqobatlashsa g'alaba qilish imkoniyati yo'q. Shunga Xitoy bilan Rossiya muqarrar bir yerga kelib strategiyalik bog'lanishga majbur bo'ladi. Xuddi Xitoy Rossiya birlashma bayonoti ta'kidlagandek, Rossiya gullangan turaqliq Xitoyga, Xitoy qudratli muvaffaqiyat qozongan Rossiyaga muhtoj. Shuning uchun bu ikkisi bir-birini diplomatiya taraqqiyotining oldingi o'rniga qo'ydi. Shuning uchun yaqingi yillardan buyon bu ikki davlatning harbiy ishlardagi hamkorligi va o'zaro ishinishi zo'r darajada oshdi. Siyosiy jihatda bu ikkisi Amerika va G'arbga qarshi ittifoqdoshni shakllantirdi. Xitoy, Rossiya, Amerika, G'arb bu ikki xil dunyo qarash va dunyo tartibining ilishishi boshlanib ketdi. Mushularga asoslanib NATOning bosh kotibi Jens Stoltenberg Xitoyni qattiq ogohlantirib shundoq dedi. Rossiya xalq orada qattiq jazolangan paytda Xitoy iqtisodiy yordam bilan ta'minladi hamda hozirgi dunyo tartibni buzmoqchi bo'ldi. Mening ko'z qarashimda Xitoy bilan Rossiyaning munosabati mayli hozir yoki kelgusida bo'lsin, oxirida barobar bo'lmagan iqtisodiy hamrohlik munosabatga yig'inchoqlandi. Ba'zida siyosiy hamkorlik shakllandi. Haqiqiy ittifoqdosh bo'la olmaydi. Ukraina urush boshlangandan keyin Xitoy Rossiya iqtisodiga nisbatan intayin muhim bo'lib qoldi. Xitoyning Rossiyaga bo'lgan eksport nisbati urushdan burungi 13,2%dan 2022-yildagi 19,3%ga o'rlab 2023-yili bir yil 25%ga o'sishi mumkin. 2022-yili Rossiya eksport qilgan xalq puli chiqim nisbati 0,5dan 16%ga oshdi. Xalq puli Rossiya savdo o'rnidagi savdo miqdori eng ko'p pulga aylandi. Rossiya shirkatlari xalq puli bilan qarz ilishni boshladi va davlat boylik fondi faqat xalq puli bilan to'liqlanadigan bo'ldi. Xitoy bilan Rossiyaning qo'g'lashayotgan nishoni o'xshamaydi. Xitoy bilan lekin mushlar bo'layotgan bilan Xitoy bilan Rossiyaning qo'g'lashayotgan nishoni o'xshamaydi. Xitoy bir davlat va jamiyat bo'lish sifati bilan Amerika yetakchiligidagi yarasharlashishdan zo'r foyda ko'rdi. Xitoy iqtisodiy dal yarasharlashishda boshlamchi bo'lib taraqqiy qildi. Mushu sabab tufaylidan Xitoy bir tarafdan yanıla yarashar iqtisodining yuzlanishini tirishib qo'g'daydi. Yarashar iqtisodining yuzlanishini tirishib qo'g'daydi. Yana bir tarafdan Amerika markaz bo'lmagan bir dunyoni barpo qilishga tirishadi. Buningga selishtirganda Rossiya bir davlat, bir jamiyat bo'lish sifati bilan yarasharlashishdan hech qanday foydaga erishamadi. Shunga Rossiya rahbarlari dunyo voqeasining taraqqiyotiga parvo qilmaydi. Ular dollarning vayron bo'lishini, Yevropa ittifoqining parchalanishini, mustabid davlatlarning umumyuzlik bosh ko'tarishini umid qiladi. Ular Xitoyda Amerikaning o'rnini elishni izdanmaydi. Balki Amerikaga imkon qadar zo'r ziyon yetkazishni hamda bu jarayonda badal to'lashni xohlaydi. Shunga Xitoyning Amerikaga markazlashishni yo'qotish siyosati bilan Rossiyaning Amerikaga qarshi turish maydoni oldimizgi 10 yilda o'zaro moslasha oladi. G'arbning Xitoy bilan munosabatni yaxshilashga bahona va asosi bor. Shundaqmi G'arbning Xitoy bilan munosabatni yaxshilashga bahona va asosi bor. Buningga selishtirganda Rossiya bilan bo'lgan munosabatni asliga keltirishga bahona va harakatlantirgich kuch yo'q.
Ukrayna urushining davomlashishiga ergishib, Xitoy bilan Rossiya ittifoqining amaliy kuchi mislsiz sinoqqa duch keladi. Mayli Rossiya yangsun yoki yengilsin, yoki urush qatma holatga tushib qolsin, Xitoy ikki qiyin ahvolga duch keladi. Chunki urush bir xil davomlashgan bilan oxirlashish usuli har xil fasonda bo'ladi. Agar urush Ukraina g'alaba qilsa, G'arbning chidamligi va elastikiligi mustabid tajovuzning ojizligi isbotlandi. Ukrainaning G'arbning qo'llashi ostidagi g'alabasi Xitoyni alohida beoram qilib yetdi. Xitoyning sharq ko'tarilib, G'arb cho'kdi degan tashviqoti bekor qilib tashlaydi. Rossiya mag'lub bo'lsa, Putin taxtidan tushibla qolmay, uning yadrolik doirasi atrofidagi odamlar tarqab ketadi. Rossiya yangi hukumati G'arb bilan munosabatni yaxshilashni qaytadan o'ylashi mumkin. Bu Beijingga nisbatan bir zarba bo'ladi. Yana bir tarafdan Rossiyaning ojizlishi yoki mag'lub bo'lishi Xitoyga yangi fursat ilib kelishi mumkin. Misalda, Xitoy O'rta Osiyoda texmo aktiv rolni joriy qildira oladi yoki Moskvani iqtisod yoki pul muomala sohasida Xitoyga texmo tayinishga majburlaydi. Agar urush qatma holatga tushib qolsa, bu ma'lum jihatda Xitoyga foydali bo'lishi mumkin. Chunki Xitoy arzon baholiq Rossiya mollaridan davomli foyda nilolaydi. Rossiyaning Xitoyga bo'lgan tayinishi 2014-yildan boshlab tadrijiy kuchaydi. Urush qatma holatga tushib qolsa, Moskva xom ashyo sohasida Xitoyga mangu tayinadigan bo'lib qoladi. Bu Rossiya uchun qabohatlik cho'sh. Chunki 1990-yili Rossiya tadbir belgiliguvchilari Xitoyga tayinib qolmaslikni davlat strategiyalik siyosati qilib bekitgan. Urush qatma holatga tushib qilishi Xitoyga betaraf siyosat bilan dunyoni aldashga fursat yaratib berdi. Strategiyalik jihatdan aytganda, Xitoyning Rossiyani amaliy qo'llashi Amerika, Yevropa davlatlarini texmo yaqinlashtirib yetdi. Bu Xitoyning Amerika bilan Yevropa munosabatini parchalash siyosati bilan ziddiyat hosil qiladi. Rossiyaning urushdagi g'alabasi yoki mag'lubiyati Moskva masalasi emas. Balki erkin xalqaro tartibning g'alabasi yoki mag'lubiyati. Xitoyning tuvan cheki Rossiyaning Ukrainada uzil-kesil mag'lub bo'lishdan saqlanish. Xitoy Rossiya bilan Ukraina o'rtasida tinchlik barpo qiluvchi rolini o'ynashning sababi Rossiyaning uzil-kesil mag'lub bo'lishining oldini olishning bir xil usuli. Agar Xitoyning bu tirishchanligi muvaffaqiyatli bo'lmasa, Moskvani moliya va qurol-yarog' tarafdan beradigan yordamini kuchaytirishi mumkin. Boshqa amal yo'q.